hech qachon esingizdan chiqarmang. Sizdan voz kechib ketmoqchi bo'lgan insonni hech qachon yoningizda olib qolishga harakat qilmang. Ketishni xohlayaptimi, ketsin. Qadringizni hech qachon yerga yurgizib qo'ymang. Ishoning, siz undan zo'riga loyiqsiz. Oldingizda qolishni xohlagan inson ketishiga 1000 ta sabab bo'lsa ham, o'sha 1000 ta sabab ichidan qolish uchun bitta sabab topib siz yoningizda qoladi. Ketishni xohlagan inson bo'lsa, qolishiga 1000 ta sabab bo'lsa ham, o'sha 1000 ta sabab ichidan ketishiga bitta sabab topib, albatta sizdan voz kechib ketadi. Ketmoqchimi? Yo'lini to'smang, ketsin.